Tojiklar ko't naxo'y. Ko't naxo'y tojiklar. Ko'tlarga paddeshga qiladi. Tushundingmi onangni? O'zing bir sassiq tiktoker bo'lsang, shu tojiklarda gapiryapsan, agar shulardan senga sovg'a keladigan bo'lsa, ko'tingni ochib ko'rsatishga tayyor turibsan. Agar bir qimmatbaho sovg'a taylasa, dada deyishga tayyorsan. Sening nima haqqing bor? Butun millatni so'kishga, haqorat qilishga. Mana shunday yaramaslarga o'zi jazo berish kerak. Ey tiktokerlar, senlarga or, nomus, vijdon qolganmi? Birontanga yo'q. Birontangni erkak deb hisoblamayman. Haqiqatdan oralaringda bitta yarimta erkaklar bordir. Millatini sharmanda qilmaydigan, to'g'ri yurgan va to'g'ri yo'lga boshlaydigan insonlar bordir. Lekin ming afsus, mana shunday bir shaltoq, o'zi o'zbekligini, o'zini kimligini bilmaydigan isqirtlar boshqa millatlarni haqorat qilib, ikkita millatni o'rtasida sovuqchilik tushiradigan yaramaslar bor.